Sizga tekinga savob bor desam ishonasizmi? Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar savob olish yo'llarini o'rgatib o'taman. Mana shu videoni ko'rib, ehson qila olmayman desangiz, hech bo'lmasa mana shu videoni yurakchani qizartirib, tarqatib qo'ysangiz ham savobga ega bo'lasiz. Mana shu ko'rib turgan masjidinglar anchadan beri ish to'xtab qolgan ekan. Qaysi joyda joylashgan? Jizzax viloyati Zomin tumani Qonli qishlarida. Necha kishiga mo'ljallangan bu masjidimiz? Bu 750 mingta odamlar ketadigan masjid mo'ljallangan. 750 kishi yoki-da 1000 kishiga mo'ljallangan masjidimizni hali qurilishi to'xtab qolgan, tomiga kelib o'zlarimiz harakat qildik deyapti. Agar birdan bo'lib mana shu masjidni birgalikda qursak, jannatda umidvormiz, xudo xolasa. To'g'ri, men 5 ming yo 10 ming pul tashlay olmayman desangiz, hech bo'lmasa mana shu video tarqalishiga yordam bersanglar, xudo xolasa, inshaalloh masjidni birgalikda quramiz. Ko'plab masjidni sizlar bilan qurganmiz, xudo xolasa. Buni ham quramiz, xudo xolasa. Mana Ramazon oyi kirib kelyapti, savob ilinjidamiz. Qanaqadir savob olishni bilmayotganlar uchun mana shu videoni tarqatishda yordam bersanglar yoki-da boyvachchalarga shuni videoni tashlab qo'ysalar, xursand bo'lamiz. Keyin hashar yo'lini qilamiz yoki-da semen olib kelib beramiz yoki-da gipsakarton olib kelib beramiz desa, nima kerak bizga hozir? Bizlarga hozir birinchi o'chirda tom qismini yopib olishimiz kerak. Mana shu bahorda yog'ingarchiliklar ko'p bo'ladi. Mana shu ichkarilarga suv, yomg'ir o'tmasligi uchun birinchi navbatda tom qismini yopishimiz kerak. Bo'ldi, bo'lmasa buni qilishimiz kerak. Keyin xudo xolasa agar ishlarimiz jadal ketsa, xudo xolasa Qurbon hayitgacha bitkazamiz degan niyat ham bo'ladi. Xudo xolasa birgalikda bo'lsa, bizlarni muxlislar xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Chet ellardan ham turib, xudo xolasa mas'ulimiz, masjidimiz imom xodimi va mas'ullarimiz bu masjidni quruvda siz jonboz bo'lasiz albatta. Xudo xolasa. Menis akamiz, tashkilotchilarimiz bor ekan. Domlamizni nomiga karta ochilgan. Обязательно kim deb familiyangiz chiqadi? Nosirov Alisher. Nosirov Alisher chiqmaguncha tashamanglar. Chunki ko'pchilik bizlarni qo'ygan karta nomerida almashtirib, montaj qilib, boshqa karta qo'yib pul tushirayotgan ekan. Xudodan qo'rqmayapti. Masjidning pulini ham yeb qo'yapti-da, kasalni pulini ham yeb qo'yapti. Shuning uchun yana bir marta takrorlab o'ting familiyangiz bilan. Mening ismim Alisher, familiyam Nosirov. Nosirov Alisherga ochilgan karta raqami. Xudo xolasa mana shu karta nomerlarini chiqaramiz va ism familiyasi chiqqan kartaga tashlaymiz. Hammamiz bir bo'lamiz. Ramazon oyini xudo xolasa chiroyli o'tkazsak, mana shu masjidlar qurilishiga sababchi bo'lib qolsak, xudo xolasa hammamiz ham xursandchilikda o'tkazamiz, xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar.